Atoqli o'zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriy Mehrobdan Chayon romanini 1928-yilda yaratdi. Bu roman o'zbek adabiyot tarixida adibning o'tgan kunlardan keyingi ikkinchi asari bo'ldi. Asar xuddi o'tgan kunlar kabi keng kitobxonlar tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi. Roman qahramonlari Anvar va Ra'nolar ham Otabek va Kumush kabi xalqimizning sevimli qahramoniga aylanib ketdi. Asar adabiyotshunoslikda dastlabki romanlardan biri sifatida e'tirof etila boshladi. Sho'ro davrida qodiriyshunoslar roman qahramonlarining oddiy xalq vakillari ekanligini yozuvchi dunyoqarashidagi progressiv o'zgarish sifatida baholashdi. Roman mavzusi 19-asr hodisalari, xon zamonlari davridagi o'zboshimchaliklarni ko'rsatishga qaratilgan bo'lsa-da, unda roman yozilgan davr ruhi kuchli singdirilgan. Romanda Anvar bilan Ra'noning sevgi sarguzashti, qalb nazokati shoirona tarannum etilgan. Asar 19-asr Qo'qon xonligi Xudoyorxon davridagi ijtimoiy-siyosiy ahvol haqida. Asar g'oyasi adolat, sof muhabbat va ma'rifat, zulm, nodonlik hamda munofiqlik illatlariga qarshi kurashishdir. Anvar o'qimishli, soddadil yigit. Ra'no Solih Maxdumning qizi. Solih Maxdum taqvodor inson. Xudoyorxon zulmkor hukmdor. Abdurahmon domla munofiq ulama. Mehrobdan Chayon muqaddas dargoh. Mehrobdan chiqqan el yurtga zarar keltiruvchi xiyonatkor chayon. Abdurahmon domla kabi shaxslarga ishoradir. Asarda Anvar va Ra'noning sof muhabbati bilan birga o'sha davrdagi siyosiy tazyiqlar, Solih Maxdumning qizini Abdurahmon domlaga bermaslik tufayli yuzaga kelgan ziddiyatlar tasvirlanadi. Qodiriy o'zbek hayoti, etnografik lavhalar va xon haramidagi voqealar orqali davr manzarasini haqqoniy ko'rsatgan. Mehrobdan Chayon asariga 1996-yilda badiiy film suratga olingan.